2 oydan keyin 2026-yil. Madagaskar multfilmi chiqqaniga 20 yil bo'ldi. Birinchi muzlik davriga esa 23 yil. Shrekning birinchi qismiga esa 24 yil. Biz bolalikdan o'sgan multfilmlar eskirdi. Xuddi kimdir vaqtni tezlashtirib qo'yganga o'xshaydi. Ko'zingni ochib yumgungacha tong otadi. Biz yaqindagina uyg'ondik, lekin kunimiz deyarli o'tdi. Dunyo juda ham tez o'zgaryapti, lekin biz hali orqaga qarashga ham ulgurmadik. Esimda 2 port orqali bir-birimizga rasmlar o'tkazardik. Bu bizga mo'jiza deb tuyulardi. Sentabrda esa 17-iPhone chiqdi. Texnologiyalar biz ularga o'rganishimizdan oldin eskirib o'tdi. Xo'p, Covid bo'lganiga yaqinda 7 yil bo'ladi. Lekin bizning xayolimizda bu go'yoki kecha bo'lgan. Maska, bo'sh ko'chalar va qo'rquv. Biz yangiliklarni o'qishni boshlagan vaqtimizda yosh bolalar ulg'aydi, ota-onalar esa qaridi va dunyo ham bildirmasdan o'zgardi. Biz shunaqa davrda yashavimizki, nimadir eskishi uni paydo bo'lishidan oson bo'lib qoldi. Insonlarning orzulari esa xuddi telefon ilovalariga keladigan update'lar kabi o'zgaruvchan. Vaqt esa u go'yoki ko'p, lekin u hech nimaga yetmaydi. Menimcha aynan shu. Dunyo har soniyada o'zgargani uchun odamlarda halovat yo'q.